8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan 7 ta xona, 7 ta sanuzli, 2 ta terassasi, yozgi va qishki basseyn saunalariga ega bo'lgan, qiymati $590 ming ga baholangan Lara villaga xush kelibsizlar, qadrdonlar. Bugun sizlar bilan birgalikda mana shu villamizni to'liq obzorini qilib ko'rib chiqamiz. Ishonamanki, ajratgan vaqtingizga achinmaysizlar. Bizani qo'llab-quvvatlash maqsadida videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu biz uchun juda ham katta motivatsiya bo'ladi. Tayyor bo'lsanglar, qanunda boshladik. Assalomu alaykum, meni YouTubedan kuzatib kelayotgan qadrbaland qadrdonlarim. Bugun sizlar bilan birgalikda 8 sotixli yer maydoniga ega bo'lgan Lara villasini ko'rib chiqamiz. O'rtoqlar, bu villamizning aniq manzili Bo'stonliq tumani, Bochkani markazi desak, xalq tili bilan aytganda ko'pchilik tushunadi. Tashqari, ya'ni kiraverishdan hozir sizlarga boshlab ko'rsatyapmiz. E'tibor bersanglar, juda ham kattagina yopiq naves qilingan 5 ta katta avtomobilni ham qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi kelinglar sekin-astalik bilan ichkariga kirib, sharoitlarni hammasini ko'rib chiqamiz. Bu villamizni o'rganish jarayonida o'zim uchun juda ham ko'p ideyalar oldim va ko'p narsalarni o'zim uchun bildim. Bu sharoitlarni qilib qo'ygan dacha egalari ko'rishinglar mumkin. Kiraverishda o'ng tarafda kattagina stadion ustilari bilan o'rab, setkalar bilan yopilgan. Dam olishga kelganda ulfatlar yoki qarindoshlar bilan bu yoqda mazza qilib futbol o'ynash mumkin-da. Kelinglar, ichkariga ham kirib ko'ramiz. Tayyor villa olishim kerak, o'zim uchun, oilam uchun mazza qilib deyotgan akalarimiz bo'lsa, mana bu variantimni bitta ko'ringlar. Bu mana kiraverish oldi taraf bo'ldi. E'tibor bersanglar, bu yoqda zina bor. Zinadan chiqadigan bo'lsa, bitta alohida katta terassamiz bor. Mana shu terassaga ham chiqib, bu yoqda ham o'tirsak bo'ladi. Endi bu tarafda yana bizani eshik ichkariga olib kiradi. Kiraverish yo'ligimizda hamnaqa ping-ponglar qo'yib qo'yilgan, juda ham chiroyli dekoratsiya bilan bezatilgan. Bu yoqda mягкий divanlar ham qo'yib qo'yilgan. Maza qilib o'tirib, bu yoqda ping-ponglarni o'ynab, qo'l yuvish mumkin. Bu yoq tarafda rakvinalar joylashgan, dekorativni oynalar va villamizga 3 ta kirish eshigi bor. Bu birinchisi, biz bu yoqdan kirmaymiz, o'rtadagi ikkinchi eshikdan kiramiz. E'tibor bersanglar, mana bu tarafda surilib ochiladigan eshik, rus tilida aytganda razdvijnoy eshik. Mana yoz issiq kunlari mana endi boshlanyapti-ku. Buni ochib qo'yadigan bo'lsak, bu katta ochiladi, havo juda ham zo'r aylanadi. Qani villamizning hovlisiga marhamat. Bu tarafda mana dachniy stullarni ko'ramiz. 8 kishilik palma daraxtlar juda ham yarashib turibdi. Kattagina basseynimiz 10 metrga 5 metr kenglikda. Plus bolachalar uchun mana bunaqa kichkinagina alohida o'zining jakuzisi ham bor. Men o'zim maza qilgan tarafim men bu yerda o'tirib olib, mana bunaqa kachelilarda o'tirib, ro'paramizdagi katta monitorda kino ko'rish mumkin yoki qanaqadir qo'shiqlar eshitish mumkin. Ikki yoq chetida monitorimizning sharshara vodopadlari bor. Buni endi hozir video olayotganimizga shovqin baland bo'lib ketgani uchun o'chirib qo'yganmiz. Sekin-astalik bilan kirib borar ekanmiz. Bu yoqda yana mana bunaqa chivinlarga qarshi shunaqa besetka qilib qo'yilgan, yopiq. Buni ham ichiga stul qo'yib foydalansak bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yoqdan bolalar uchun shunaqa joy qilib qo'yilgan. Tepaga zinadan chiqib, basseynga bu yoqdan aylanib tushishadi. Men o'zimga yana bitta yoqqan joyi, kelinglar, bu yoqqa tushib ko'ramiz. Bu yoqda sizlar haqiqiy atmosferani his qilasizlar. Hurmatli operator, sekin tushirasiz pastga kameralarni to'g'rilab olib, bu yoqda shunaqa erkaklar uchun joy qilingan, o'g'il bolalar uchun shashlik qo'ralar qo'yib qo'yilgan. Mana ustularim naves qilingan, mana chirog'i ham yonadi. Kechqurunda ancha yillik mana archa daraxtlar qaranglar. Bu pastgacha chiqyapti. Pastini ham ko'rsataylik. Voy, ana kichkina nima kemalar suzib yurishibdi. Chorvoq suvi aylanib o'tsa
Shunaqa endi balkoncha desak bo'ladi yoki kichkina terrasa desak bo'ladi. Xohlovchilar bo'lsa narvan qo'yib pastga ham tushsa bo'ladi. Qarshimizda juda ham go'zal tog' manzarasi va katta asosiy yo'l. Syomka qilishga kelayotganda u yoqdan ko'rib keldim. O'zi aynan bu suvni bo'yidagi liniyalarni hammasida mana shunaqa katta villalar, dachalar va uylar qurilgan. Hammasi zo'r mana shunaqa sharoitda. Chorvodagi eng top lokatsiya desam, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Endi o'rtoqlar sekin-astalik bilan villani ichiga kiramiz, binoni. Ketdi. Qadrdonlar, villamizni sharoitlari yoqyaptimi? Yoqayotgan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Boya aytganimdek 3 ta kiraverish eshigi, naryoqda birinchisi, o'rtada ikkinchisi, mana bu tarafdan uchinchisi. Bu yon tarafdagi imoratimiz asosiy imoratga qo'shib ulanib ketgan. Boya aytganimdek, naryoqdan katta alohida terrasani ko'rsanglar, bu yoqdan ikkinchi terrasani ko'rasizlar. Bu yoqdan yotoqxonadan chiqib kelish mumkin va bu tarafda o'rtada kichkinagina balkonchasi ham bor. Bu yoqdagi terrasamizni pastki qavatida mana shunaqa o'zbekona tapchan taxtalar qo'yib qo'yilgan va qarshisida yozgi oshxonani ko'rishimiz mumkin. Ikkita qozon o'choqli. Endi bu yoqda palovxon to'ralarni damlab, oshlarni qilib, ulfatlar o'tiriladi qarindoshlar yoki kelganda mo'ykalar bilan birgalikda. O'rtadagi eshikdan villani ichiga kirib borar ekanmiz. Ichkari juda ham go'zal, qo'shimcha aksessuarlar bilan, mana bunaqa kartinalar bilan boyitilgan. Kelinglar, birinchi mana shu xonaga sizlarni olib kiraman. Bu kattagina living room, ko'rib turganinglardek, bu yoqda 25 kishilik stol joylashgan, qo'shimcha mягкий divanlar, ajoyib mana bunaqa brutalniy bo'rtib turgan dekorlardan foydalanilgan. E'tibor bersanglar, xuddi bir tabiiy toshshi effektini bergandek turibdi. Buni yonginasida bo'lsa, chiroyli dekorativ panel bilan qoplangan dekor elementlari, televizor, PlayStation, game zona, bu yoq burchagimizda bo'lsa, bu yoqda hamma yig'ilib ovqatlaniladi. Agar qo'shiq kuylashni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, mana bu karaoke orqali xayolam senda deb maza qilib qo'shiq kuylash ham mumkin. Endi mana televizorning razmerini to'g'risi men bilmadim. Zimmer brendidan kattagina televizor, villaga mos kattagina xolodilnik, qishki yopiq oshxonamiz. Bu yoqda ham gazli, qo'shimcha texnikalar, hamma narsa juda ham ko'rkam sharoitli, maksimalni qulay qilingan. Endi birinchi living roomni ko'rdinglar. Bu yoqdan chiqamiz. Bu mana o'rtadagi kiraverish eshik bo'ldi. Mana bunaqa kartinalarga, qo'shimcha dekorativni mana chiroqlarga to'g'risi maza qilyapman. Sizlar bilan birgalikda o'zim ham ko'rib chiqyapman-da yana bir bor. Endi bu yoqda ko'rishimiz mumkin. Alohida hojatxona, rakvinasi bor, unitazi joylashgan. Alohida bitta kichkinagina hojatxona joylashgan. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, villani devorlari hozirgi kunda juda ham ommalashgan dekorativ panel bilan qoplangan. Mana tavsiya qilgan bo'lardim, agar sizlar qanaqadir villa yoki dacha, uy qurayotgan bo'lsanglar, ortiqcha hech qanaqa shpakilovkalasiz, boshqalasiz, suvoni ustidan mana shu qoplama dekorativ panelni qoplab mana shunaqa minimalistik uslubda ham qilsanglar bo'ladi. Isitish tizimlarida mana radiatorlar va qo'shimcha joylar to'pli pol qilingan. Endi bu yoqdagi ikkinchi living roomni ko'rar ekanmiz. Kattagina bilyard qo'yilgan. Bu endi ko'pchilik shu bolalarni maza qilib o'ynaydigan o'yini. Qo'shimcha bu yoqda kartinalar, mana bunaqa dollarviy aksessuarlar taxlash uchun mebellar shunaqa bo'rtib chiqarib yasab qo'yilgan. O'tirish uchun divanlar. Hozirgi kunda juda ham yana bir narsa ommalashgan bunaqa villalarda. Mana shunaqa kompyuter o'yinlarini o'ynash talab juda ham yuqori bo'lyapti. Masalan, meni o'zimni yoshman hozir shu 34-35 ga qarab ketayotgan bo'lsam, men o'zim tengi o'rtoqlarim, sinfdoshlarim ham villaga chiqqanda mazza qilib kompyuter o'ynaylik, bir yoshlikni eslaylik degan fikrni berishadi va shu narsalarni inobatga olgan holatda villani egalari ham mana shunaqa 5 ta 10 ta kompyuterni mana bunaqa qimmat kreslolari bilan qo'yib qo'yishgan. Mana shunaqa sharoitda bo'lyapti. Endi bu tarafda men sizlarga sanuzelni ko'rsataman, hayron qolasizlar. Katta sanuzel, unitazi bor, rakvinasi, mana yuvinishni qaranglar dushini. Bu yerda bir bilmayman endi juda ham katta 3-4 kishi cho'miladimi deb o'ylab qoldim-da. Albatta bu hazil. Bu tarafdan zinalarni ko'rdik. Endi boya ko'rsatgan eshigim mana kiraverish. Bitta dona bu tarafda yotoqxonamiz joylashgan. Kattalarga qilib bersa bo'ladi. Mana bu chiroqlarni yoqib qo'ysak, yotoqxona.
o'zini bu yoqda xalatlarigacha turibdi, televizorlari, konditsionerlar. Bu xonamizni ham devorlari mana shunaqa dekorativ panellar bilan qoplab, juda ham chiroyli, ko'rkam sharoitlarga olib kelingan. Endi qishki basseynimizni ko'ramiz. Ketdi. Bu xonadan chiqamiz. To'g'rida zinalarimizni, kompyuterlar, marhamat. Bu qishki basseynimizni kengligi 3,5 metr, uzunligi taxminan 5 metr. Endi men o'zim hozir ko'zim bilan o'lchayapman. Aniq razmerini metrlab o'lchamadim. Havo aylantirgich moslamalari, basseynda baribir havo yaxshi aylanishi kerak va bu tarafda saunasi, saunalari ham hali svejiy. Kattagina sauna ekan. Bundan tashqari bu yoqda turk hammomi bor. Marhamat, ko'rishinglar mumkin. Kattagina turk hammomi. Yuz qo'llarni yuvish uchun rakvina, dush, plus yana unitaz ham o'rnatib qo'yilgan. Ana endi yuqori 2-qavatga chiqamiz. Zinadan 2-qavatga chiqqanimizda chap tarafdan davom etar ekanmiz. Bu 1-qavatimiz bilan deyarli bir xil ko'rinishda umumiy sanuzli bo'ladi va buni yonginasidan biz mana shunaqa bir 2 kishi o'tiriladigan balkonchasini ko'ramiz. 2-qavatga ham e'tibor beringlar. Juda chiroyli bezatilgan. Zinadan chiqqanda to'g'rida mana bu katta xonani ko'ramiz. Bu yoqda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kravat, qo'shimcha ajoyib kartinalar. Endi yosh bolalar bilan chiqqanda hamma yosh bolalarni mana shu yerga yotqizsa, menimcha juda ham mos keladi. Katta terrasamiz. Bu yotoqxonadan chiqqanda manzara juda ham chiroyli ko'rinar ekan. Yashillik, archalar, to'g'rimizda tog'lar, ayniqsa anu men tasavvur qilib ko'ryapman-da, qorlar yog'adi-yu, laylak qorlar gupullab yog'adi. Mana shunaqa ob-havoda ham juda ham go'zal, juda ham chiroyli manzara bo'ladi deb o'ylayman. Oppoqqina qorlar bilan burkangan holatda tog'larimizni. Xo'p, bu yoqdan mana terrasani ko'rdik. Endi davom etamiz. Keyingi xonalarga umumiy hisobda 2-qavatimizda 4 ta yotoqxona plus bitta katta sanuzl, terrasalar bo'lyapti. Zinadan chiqqanda o'ng tarafdagi xonaga kirar ekanmiz. Bu asosiy ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona. Bu yotoqxonani o'zini ichida yuvinish xonasi, hojatxonalari bor va bu yoqda mana kravat, konditsioner, televizorlari joylashtirilgan. Bu xonalarimizning devorlarida juda ham bir yoqimli atechentani fakturasini beradigan aboylardan foydalanilgan, ko'rgan bo'lsanglar. Endi buni yonginasida yana bitta katta xonamiz, o'ng tarafga shunaqa garderoblar, kravatlar joylashtirilgan. Bu yoq oldi tarafga qaragan mana ikkita kattagina romi, televizorlar, bitta, ikkita, 3 ta, 4 ta kichkina kravat, bitta o'rtada katta kravat joylashgan ekan. Endi oxirgi xonaga kiramiz. Mana shu yo'lagimizni eng oxiri tugashida bo'lyapti. Bu ham ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, o'zini ichida mana shunaqa yuvinish xonasiga ega, kravatlari deyarli qolgan xonalar bilan bu ham bir xil ko'rinishda bo'lyapti. Qadrdonlar, villamizni, obzorimizni sizlarga yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, albatta o'z fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar. Agar sizlarda ham mana shunaqa hashamatli villalar, uylar, kvartiralar, penthouselar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, biz sizlarga bunda professional yechim beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar.